Bugundan boshlab Birlik mahallasi Sharmandali mahalla, Illari. Ikkinchi shior bor, uyatli xonadon. Onasini emsin. Qachon mana bunaqa ahmoqgarchiliklarni bas qilamiz? To'g'risi jonga tegib ketdi-da. Butun dunyoda 21-asr insoniyat koinotni zabt etayotgan bir paytda bizning hokimiyat vakillarimiz o'rta asr sazoyi usullarini ilgari surishmoqda. Tasavvur qilyapsizlarmi? Endi sizni devoringiz agar oqlanmagan bo'lsa yo tandir o'chog'ingiz qorayib yotgan bo'lsa, nima uchun sen bularni tozalamading deb mahallangizga Sharmandali mahalla, uyingizga uyatli uylar, balobattarlarni yopishtirib ketar ekan. Endi kimdir aytishi mumkin, ayni tozalikka rioya qilyapti. Nimasi yomon? Maqsad yaxshi-ku. Maqsad yaxshi bo'lishi mumkin, lekin unga olib boradigan uslublar nihoyatda xatoliklardan iborat. Tasavvur qiling, endi uyatli xonadon deb uyingizga yopishtirib qo'ydi. Endi o'sha uyda yashaydigan bolalar kim degan odam bo'ladi? Maktabga boradi, hammasidan bo'ladi. Iprisqi, bitliqi, balobattar deydi. Ana uyga sochlar kelayotgan paytda, bu ana Sharmandali xonadon ekan-ku, bu yoqdan qiz olmaymiz, rasos chiqib yotibdi deydi. Tasavvur qilyapsizmi? Inson huquqlari bot takrorlanadigan, inson qadr qimmati ustuvor deb iddao qilinadigan O'zbekistonda ochiqchasiga inson huquqlarini poymol qilish, sazoyi qilish ilgari surilyapti. Bo'lib ham bular davlatning rasmiy shaxslari. Endi tasavvur qiling, mana shunaqa shaxslar amalda o'tiribdi. Bular bunaqa joyga qanday kelib qolyapti? Vaholanki bunaqa ishlarni agar deylik qonunan qilish mumkin bo'lgan taqdirda ham sudning qarorisiz insonga hech qanaqa nisbat berib bo'lmaydi. Hattoki bitta insonning jinoyatni qilgani aniq bo'lib turgan taqdirda ham agar sud hukm chiqarmasa, u gumonlanuvchi bo'lib turadi, jinoyatchi emas. Mana shunaqa bir qonunlar bor paytida mana bunaqa kallalar Sharmandali xonadon, balo xonadon. Bu aqlga sig'dirib bo'lmaydi. Bosh prokuratura buni nazoratga olmas ekan, O'zbekistonda mana bunaqa hokimiyat vakillari nihoyatda sharmanda qiladi. Bular bir yurisprudensiyadan hech bo'lmasa bir boshlang'ich ta'limni olganmi? Qanaqasiga birovning xonadoniga uyatli xonadon deb uning qadr qimmatini kamsitib yopishtirib qo'yish mumkin. Marhamat, tozalikka rioya qilmoqchimisizlar? O'shalarni devorni oqlashga pul yo'qdir. Zo'r bo'lsalaringiz sharoitni qilib beringlar. O'zi hokimiyatning asosiy vazifasi nima? Uylardagi devorni oqlangan-oqlamaganligini nazorat qilish emas, aholiga yetarli shart-sharoitni yaratib berish. Ta'lim, tibbiyot, balo-battar hammasi bir joyga kirib yotibdi-da, bizning hokimlarimiz kelyapti-da. Nima uchun bu yoq qora yotibdi? Nima uchun oqlanmagan? Siz nima qilyapsiz? Aholiga sharoit yaratib bering. Odamlarda pul bo'lsa, o'zi biladi qayerni oqlab olishni. Puli yo'qligida o'sha qilmayotgandir. Afsus, mana shunaqa zehniyatdagi hokimlar bugun amalda o'tirgani odamni jahlini chiqaradi. O'ylaymanki, mutasaddi tashkilotlar buni nazoratga oladi va mana bunaqa o'tgan asrni sazoyilarni qumsab yurgan, mana shunaqa tashabbuslarni ilgari surayotgan amaldorlarni o'z kursisidan zudlik bilan supurib yo'q qilib yuborish kerak.